Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Dimabel. Bugungi ishimiz, ya'ni koronada turib asga chiqmasdan necha ochko maksimalni yig'sak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 4428 ochko yig'ganman. Yana maksimalni qancha yig'sak bo'ladi? Sinab ko'ramiz. Men hozir 4500 ochko yig'dim. Koronada turib maksimalni 4500 ochko yig'sa bo'lar ekan. Hozirda endi asga saralash uchun 3 ta bosqichi bo'ladi. O'sha 3 ta bosqichdan o'tish uchun Erangilda top 15 talikka kirish kerak yoki bo'lmasa Livikda top 8 ga kirish kerak. Ana o'shanda saralashdagi 3 ta bosqichda birinchi bosqichni qabul qiladi. Qolgan 3 ta bosqichini ham ketma-ketlikda xuddi shunday o'rinni olib davom ettirish kerak. Agarda yutqizib qo'yilsa, bu qaytadan boshlanadi. 2 marta yutib, 1 marta yutqizsangiz, 1 martalik zashita, ya'ni sizning ochkoyingizni saqlab qoladi. Agarda yana 1 marta yutqizsangiz, buni qaytadan boshlaysiz. Ya'ni boshidan, birinchi bosqichdan yana ko'tarilib, ikkinchi, uchinchi bosqichlarni yutganingizdan so'ng keyingi bosqichda asga chiqishingiz mumkin. Hozir men ko'rib turganingizdek birinchisini boshlayapman. Har xil krisa igroklarga o'xshab ichkarida faqat yotavermaslik kerak. Tashqariga chiqib ham otishib turish kerak. Menga o'xshab bo'lmasa, endi paraplanda uchinglar. Bitta ham pil qilmasak ham, hatto paraplanda uchib qolamiz. Bu lekin ikkinchi o'yinim. Birinchi o'yinda boyagina bitta najivkachani oldim. Endi bu ikkinchi o'yin. Shuncha paraplanda uchishimga qaramay, sherigim yaxshi o'ynaydi ekan. Amallarik. Birinchilikda oldik mana. Zato bitta odam kill qildim. Sherigim hayron, bu qayerdan paydo bo'lib qoldi? Mana asga chiqish uchun kerak bo'lgan ikkinchi galochkani ham oldim. Победа bilan. Agar o'zingizda komandangiz bo'lsa, komandangiz bilan chiqish juda ham oson bo'ladi. Qiynalmaysiz. Mana 3-najivka uchun o'tgandim. 4,5 maksimalni ochko. Bundan ortiq ko'tarilmas ekan. Va 3-najivkani olib va nihoyat as. Mana asga ham chiqib oldim. Endi ochkolar ko'tarilishni boshlaydi. Hammaga rahmat.